Xitoy matbuotlarining xabar qilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayon Partikom sekretari Ma Xingruy 28 dekabr kuni ochilgan doimiy hay'atlar kengaytirilgan yig'inda so'z qilib, terilg'u yerni qo'g'dab, ochliq ishlab chiqarishni oshirib, bu rayonni Xitoyning eng muhim ochliq ta'minlash bazasiga aylantirishni ta'kidlagan ekan. Ma Xingruy yig'inda yizi egilik, yizi kentlar va yizi aholisining kirimini oshirishni eng muhim xizmat qatori chon tutishni, buning uchun oldi bilan yizi egilikni zamonaviylashtirishni kuchaytirish, o'lchamlik etizlarni barpo qilishni tezlatib, mahsulot miqdorini oshirishni, atalmış Şinjanni Xitoyning eng oliy sifatli ochliq, may, paxta, meva-cheva bazasiga aylantirishni talab qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Sharq Turkistonda yizi egilikni zamonaviylashtirib, o'lchamlik etizlarni barpo qilishda ishlab chiqarish biyotuvan o'rinlari mutlaq ustunlikka ega bo'lib, dehqonlar texi yaqinqi yillargacha barcha huddigarlik yerlarda an'anaviy usulda teriqchilik qilib kelgan. Yıllardan buyon davom qilayotgan keng ko'lamli tutqunda dehqonlarning huddigarlik yerlari tartib etilgan yoki dehqonlar yerlarini atalmış kooperativga o'tkazib berib, maoshliq emgak kuchi bo'lishga majbur qilingan. Amerika Avam Palatasi xavfsizlik masalasini o'ylashib, hukumat aloqa vositalarida TikTok ishlatishni cheklagan. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan, dunyoda eng ko'p xaridor to'plagan ijtimoiy aloqa vositasi TikTok Xitoydagi ismi Douyin. Yillardan buyon Xitoy uchun uchur o'g'irlaydigan josuslik detali deb qaralib kelgan. Janubiy Xitoy Adiganlik pochtasining 27 dekabr kunlik xabarda aytilishicha, Amerika Avam Palatasi pat arda yo'l qo'yilgan bir qonunga asosan TikTokni Amerika hukumat o'rinlarida ishlatiladigan uskuna yoki aloqa vositalariga qarshilashni cheklagan. Avam Palatasining bosh ijroiya amaldori barliq Avam Palata a'zolari va xizmatchi xodimlarga uchur yo'llab, TikTokning xavfsizligi ig'ir tahdid ekanligini, shunga Avam Palatasi qarmog'idagi barliq uskunlardan uni o'chirib kerakligini bildirgan. Oldingi hafta Amerikadagidan ortiq 20 shtat Xitoy hukumatining bu abdital orqali Amerikaliklarni ta'qib ostiga olganligi va ular chiqargan mazmunlarni tekshiradiganligidan gumonlanib, hukumat tarmoqlaridagi kompyuterlarga qachilangan TikTokni o'chirib etgan. Oldingi hafta ma'qullangan bir qonun loyihasida Amerika hukumati 2030-yil 30-sentabr kunigacha ajratilgan 1 trillion 66 milliard dollar xamchut ichida Amerika Federatsiya hukumati tarmoqidagi o'rinlarda ishlatiladigan uskunlarga TikTok ishlatishini cheklash moddasi qo'shilgan. Amerika prezidenti Joe Biden buningga qo'l qo'ygandan boshlab mazkur qonun loyihasi kuchga ega bo'ldi ekan. Xitoy harakatchan nol siyosati dekabr oyining 5-ida tuyuqsiz bekor qilingandan keyin Xitoy virusi yuqum ahvoli birdanla ig'irlashgan. Xitoy yana 2023-yil 8-yanvardan boshlab barliq chegaradan kirish chiqish cheklamasining bekor qilinganligini e'lon qilgan. Bu Amerikani o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarning diqqatini qo'zg'agan. Shundaqla Amerika, Yaponiya, Italiya qatorliq davlatlar orqa-orqadan Xitoyning sayohatchilariga qarata bir yurish Xitoy virusini tekshirish tadbirlarini qo'llanganligini e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasi Davlatlik Səhiyyə Komiteti axborot e'lon qilish yig'inida yuqumning birinchi to'lqinning yuqori pallasida keng ko'lamli ig'ir o'lim yetim ko'rilmadi degan. Zhu Huadongning oshkorlashicha, bemorlar ko'p bo'lib qolmay, ularning 80% ig'ir kasal bo'lib, doktorxonada odam kuchi kamchil bo'lib qolmay, asbob va uskunlarning ig'ir darajada kamchil ekanligini, o'zining 30 yillik doktorlik hayotida misli ko'rilmagan xirislarga duch kelganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda yuqumdagi ig'ir kasallik bemorlarning soni to'g'risidagi haqiqatni oshkorlagan. Hozir Xitoyda Xitoy virus yuqum ahvoli toza avj olgan bo'lib, yuqumdan o'lganlarning soni shiddat bilan oshmoqda. Lekin Xitoyda virus qarshi dorilar kamchil bo'lmoqda. Pfizer dorigarligi ishlab chiqargan Xitoy virusi alayida dorilarning bozori ittik tovarga aylangan. Ta'minlashning zishlik sababidan har bir qutisining bahosi 2300 so'mdan 15000 so'mga chiqqan. Egilishicha, Xitoy virusi qarshi turishdagi bu alayida dori Xitoy amaldorlarining o'zaro so'g'isiga aylanib, fuqarolarning setib olish ta'sir bo'lgan. Germaniya hukumati ilgirki Afrika Marshall planining o'rnini oldigan yangi Afrika strategiyasini tuzib chiqqan. Yangi strategiyaning muhim maqsadi bo'lsa Germaniya bilan Afrika o'rtasidagi taraqqiyot va hamkorlikni kuchaytirish, bo'libmi energiya, xom ashyo va yangi setish bazasi jihatida kuchlantirish. Shundaqla Xitoyning Afrikadagi ta'siriga qarshi turishini ta'kidlagan. Bu plan 2023-yil yanvar oyining oxirida rasmiy o'tirib qo'yildi ekan.